Davlatimiz rahbar tashabbuslari bilan hududlarda IT parklarni tashkil etilishi yoshlarni IT yo'nalishdagi bilimlarini oshirishlariga ham zamin yaratmoqda. Aynan Gurlan tumanida Al-Xorazmiy vorislari loyihasi doirasida bugungi kunda 300 nafarga yaqin yoshlar ta'lim olishyapti va ularning 30% dan ortiqrog'i allaqachon o'z daromadlariga ham ega bo'lishgan. Bugun IT park va yoshlar tushunchasi bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Bu esa o'z navbatda IT texnologiyalarga qiziquvchi, zamonaviy fikrlaydigan, yangilikka chanqoq avlod uchun katta imkoniyatlar maydoni. Bu yerda yoshlar dasturlarni o'rganadi, mobil ilovalar ishlab chiqadi, veb-saytlar tuzadi, startap loyihalarni yo'lga qo'yadi. Chiqindilarni saralash va qayta ishlash loyihasi shu yerdagi o'quvchilar tomonidan ishlab chiqilgan ekologiya rivoji uchun muhim dastur. Bu chiqindilarni to'g'ri saralash va qayta ishlashni rag'batlantirishga qaratilgan innovatsion loyiha. Men Al-Xorazmiy vorislariga qo'shilganimga 1 yil bo'ldi va men avval IT ga umuman qiziqmaganman. Keyinchalik internet hayotimizni o'zgartirib borganidan shu loyihaga hujjat topshirib, saralash bosqichlarida muvaffaqiyatli o'tdim va bu loyihada men front-end dasturchiman va ko'plab loyihalarda qatnashib ko'rdim, startaplarda qatnashib ko'rdim, yutuqlarga erishdim va daromadga ham chiqqanman. Upworkda ishlayman. Daromad olib, men hozirda loyiha yaratdim. Bu loyihamning nomi EcoChain, ya'ni chiqindini saralash va qayta ishlash bo'yicha. Bu aholiga qanday foyda keltiradi? Ya'ni shisha, plastik, temir, metal, shu kabi qog'oz, metallar kabi chiqindilarni oson topshiradi va ularga mablag' olib kelishadi. Birinchi mening loyiham bor, EcoChain, ya'ni dashbordda. Ya'ni davomning afzalliklari oddiy foydalanuvchilar, ya'ni aholi ularni oson topshiradi va topishi, masalan, hozirgi chiqindilar ko'p vaqtda keladi. Chiqindi mashinalari shuni oldini olish maqsadida va vaqtni tejash uchun ishlatiladi. Qog'oz, masalan, 1 kilogramm qog'ozga 10 ball berilishi mumkin. Shishaga 1 kilogramm shishaga 5 ball berilishi mumkin. Bu profilga tushadi va uni naqd pul va plastik uchun yechib olishi mumkin. Bu yerda 3 ta yo'nalishda bo'ladi. Oddiy foydalanuvchi va chiqindi qabul qilish punkti va zavod, ya'ni ishlab chiqaruvchilar uchun kirish ro'yxati bo'ladi. Ro'yxatdan o'tadilar. Har bir foydalanuvchi o'zini profili bo'ladi. Ro'yxatdan o'tilgandan so'ng chiqindini topshirish uchun ekostansiyalar, ya'ni chiqindi stansiyalarini topadi va oson topshiradi. Maqsadimiz ekologiyani asrash va ularni chiqindilarni atrof muhitga zararini oldini olish maqsadida o'ylab topilgan loyiha. Quvonarlisi, ko'plab o'quvchilar o'z g'oyalari orqali allaqachon daromad topishni boshlashgan. Bu esa ularning mustaqil fikrlashi va g'oyalarini amaliyotga joriy etilishiga zamin yaratmoqda. Gurlan tumanidagi IT markazlar zamon bilan hamnafas yoshlar maskaniga aylangan. Al-Xorazmiy vorislari loyihasida 1 yildan buyon o'qib kelmoqdaman va hozirgi kunda daromadga chiqqanman. Men asosan daromadimni Upworkda va boshqa loyihalarni yaratishdan topaman. O'zim maktab o'quvchisi bo'lishimga qaramasdan hozirgi kunda daromad topmoqdaman va daromadim $300 dan $500 Dasturlash sohasida men front-end qismini ishlayman va front-endda loyihalarning ko'rinishini yaratib beraman. Hozirgi kunda chet eldagilar bilan ishlashni ham rejalashtiryapman, chunki o'zim ingliz tilini bilaman va ingliz tilidan sertifikatlarga ham ega bo'lganman. Al-Xorazmiy vorislari loyihasida o'qib. Hozirgi kunda qizlar IT sohasini juda yaxshi bilishi kerak, chunki IT sohasi hozirgi kunda juda rivojlanib bormoqda va prezidentimiz bizga IT parklarini tashkillashtirib bergan payti bizda juda xursand bo'lganmiz, chunki IT sohasi katta eshiklarni ochib beradi va jahonga chiqib katta daromadlarni topishga ham yordam beradi. Bugungi kunda fanlar bo'yicha sertifikatlarni qo'lga kiritish maqsadini ko'zlayotgan yoshlar soni ko'pchilikni tashkil etadi. Ana shu kabi intilishni rag'batlantirish maqsadida imtihonga ishonchli tayyorgarlikni amalga oshiruvchi EduMap ilovasi ishlab chiqilgan. Navbatdagi loyiha ham ta'lim sohasiga oid. Endilikda yurtimiz bo'ylab faoliyat yuritayotgan o'quv markazlari natija va ko'rsatkichlari statistikasi ilova yordamida yuritib boriladi. Bu esa o'z navbatida tanlov imkoniyati va ko'rsatkichlar ortishiga ham zamin yaratadi.
platformaning asosiy maqsadi O'zbekistondagi barcha o'quv markazlarini bitta joyga jamlab, sizga sifatli ta'lim berish. Admin bo'ladi, super admin bo'ladi, sentr admin bo'ladi. Super admin tomonidan sentr adminga parol beriladi. Sentr adminlar o'quv markazlar kiratgan o'qituvchilarni joylaydi, keyin foydalanuvchilar shu o'qituvchilar ko'rsa bo'ladi. Или sizning uyingizga yaqin bo'lgan o'quv markazlar topib beradi. Uyingiz bilan o'quv markazining orasida qancha masofa borligini aniqlab beradi. Keyin yana qo'shimcha funksiyalari bor. Biz bu loyihani takomillashtiryapmiz va uning ichiga sun'iy intellekt ham kiritmoqchimiz. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari sohasida katta sakrash kuzatilmoqda. IT Park O'zbekiston rezidentlari orasida yosh dasturchilar va startapchilar ko'paymoqda. Ular mobil ilovalar, onlayn xizmatlar va raqamli yechimlar yaratib, nafaqat ichki, balki tashqi bozorga ham chiqmoqda. Bu kabi yoshlar esa ertangi raqobatbardosh kadrlar rivojiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.